xalq tili bilan aytganda botoks, ya'ni bototaksin haqida gaplashamiz. Botoksni hammani vohmasi keladi. Voy, buni qildirmayman, buni mumkin emas, yuzim bunaqa bo'lib qoladi, ishib ketadi degan. Даже bototaksin nevrologiyada ham, nevrologik kasalliklarda ham qo'llaniladi. Bu normada qilinsa hech qachon hech qanaqa zarari bo'lmaydi. Qay holatlarda buni zarari bo'ladi? Qachonki biz organizmimizga noto'g'ri qilinsa, albatta bu peshona sohasida noto'g'ri qilingan muolajaning natijasida ko'zlar yumilib qolishi yoki qoshlar asimetriya, ya'ni ikki xil bo'lib qolishi, yuz qiyshayib qolishi, hamma hozir trendga chiqqan yuzni full face, ya'ni borib 1 oy 2 oy o'qib kelib yuzni full face qilib bototaksin bilan ishlashyapti. Bunda ko'pgina menga patsientlar murojaat qilishadi. Yuzda asimetriya holati, lab qiyshayib qolishi, yuzni bir tomoni ishlamay qolishi, ya'ni bu peridoz bo'lib noto'g'ri mishsaga qilingan. Bunda albatta biz yuz anatomiyasini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu kontentim bilan nima demoqchiman? Bu protsedurani qildirishdan avval kimga murojaat qilganingizni albatta tekshirib ko'ring. Buni shifokorga, ya'ni shifokor, kosmetologga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman.